mana shu narsani qilish fikri kimdan chiqqan bo'lsa ham, keyin qilgan odamlarga ham rahmat aytsa arziydi-da. Kranapchiga ham, stropilchiga ham juda bir sal bemalol ishlaydi. Juda ko'p joylarda ko'raman. Mana shu suv yo'q, olib chiqilmaydi etajga turbada. Hozir bizda har bitta blokda, har bitta etajda bor-da. Ketgan dalshi. Hammasida bor deyarli. 9-etajda bo'lsak, shu kranapchiga ham, stropilchiga ham maza qilib ishlaydi-da. Qolib yoki demontaj yoki montaj yonib yotibdi-da. Bunday qolipchilar, janjalga, temirchilar hamma podyon bir-biriga taqalgan. Yo'q joydan gazoblokchi keladi-da, suv chiqarib berdi. Bir kunda kamida 20 ta podyon chiqaradi. 20 ta podyon Zaynabda. Lekin mana shu narsa bo'lsa zo'r narsa. Gap yo'q lekin. Juda ko'p joylarda shu narsa yo'q.